Assalomu alaykum, muhtaram jamoatlar. Men Qozog'iston vatandoshi, ya'ni lagerda bu iblisniki irqiy qirg'inchilikni olib borayotgan bu kamplarda yashab chiqqan shohid 76-yil 4-oyning 30-i Sharq Turkistonning Turpan shahrida tug'ilganman. السلام عليكم ورحمة الله. أنا محمد عمر بك علي، ولدت في ترفان بتركستان الشرقية عام 76. Ben üniversiteni tüketip Qarama şehri hizmetke çıkan, yani okugan kesbim hotel menajer ve aşpazlık kesbi. 2006 yılgacha bu Qarmayda hizmetde bo'lgan, biroq hizmetdagi tengsizlik, adolatsizlik ve diniy e'tiqodimizga bu har xil bisimlar sababidan 2006 yilda Qozog'istonga ko'chib ketdim men. ولدت في مدينة قرماي ودرست الجامعة في الإدارة والطبخ. وعام 2006 بسبب التضييق والاضطهاد في البلاد اضطريت أن أسافر أو أهاجر إلى قزاقستان. Ben Qozog'istonda xalqaro Tomar Taranas nomidagi xalqaro sayohatchilik shirkatida muavin direktor bo'lib xizmat qiladigan 4 tilni bemalol so'zlaydigan bir shirkat direktori edim, muavin direktor. كنت مدير شركة سياحية وأتكلم ب4 لغات. 2017 yıl 3. ayda bizning Expo Astana münasebeti bilan Urumchiga yig'inga borgan vaqtda mana bu tutilishdan bir kun burungi so'radim. Shu yig'inni tugatib, ota-onamni ko'rish uchun Turpanga borgan vaqtimda 26 mart qonunsiz qo'lga oldi. 2017 في مارس شهر مارس سافرت إلى أورمشي للشركة السياحية واعتقلوني، وهذا الصورة قبل الاعتقال بيوم. Qo'lga olgandan keyin beshimizga qora xaltani kiydirib, noma'lum bir 4 qavat yoki 5 qavatlik bir binoga olib kirib, birdan yer ustiga chiqdi, birdan yer ostiga tushdi. Bütün o'sha organlarimizni intayin tafsili holatda bir tekshirishdan o'tkazdi organlarimizni. بعدما اعتقلوني ألبسوا كيس أسود في رأسي، ف يعني حوالي كم ساعة طلعوا فوق ونزلوا أسفل في البناية، ثم بدأوا يفحصوا فحص طبي. Ondan keyin Qarama shaharlik Jarambuloq saqchidarisining yer osti qavatiga tushib, 4 kecha kunduz vahshiy qiyin qistoqlarga uchirdim men. في مركز شرطة في قرماي اعتقلوني وعذبوني 4 أيام بالكامل. Onun içinde mana muştaq yolbas o'rindiqqa pul-qo'limizni bog'lab tashlab, har xil qiynash asboblari bilan qiynaydi. 4 أيام ولياليها كان يجلس في هذا الكرسي، هذا اسمه كرسي النمر، كله حديد، مكلبش في الأيادي ومسلسل في الأرجل. Birincisi rezinka kaltak, tok kaltak, hatta mana bunday yog'och kaltaklar bor. Ham tirnoqqa tiqadigan yenglar bor, qisadigan amburlar bor. Eng vahshiy usul simda to'qilgan qamchilar bor. Mana shunday asboblardan eng vahshiy usulda qiynash olib وسائل التعذيب عندهم عصي كهربائي وعصي مطاط وعصي خشب وعدة أنواع العصي، حتى في أجهزة لسحب الأظافر، حتى يعني أسلاك في يعني مواقع جنسية. Hatta ki mana bu şu to'g'risida esib etib, bizning jinsiy a'zoga inchki bir xil adam chidiqsiz bir narsani tiqib, ashna holatda qiynadi. عذبوني من المواقع الجنسية بشكل غير مطاق. Ularniki meni shuna qiyin qistoqlarga ilishdagi maqsadi faqat va faqat sen davlat parchalashga o'ringan
terrorlikqa tashviqot qilgan, terrorchilarni tashkillagan degan intayin og'ir jinoiy qilmishlarni bo'ynimga ilishimga va imzo etishimga majburlagan holatda bu shunaqa qistoqlar olib bordi menga. كانوا يعذبوني على أساس أنني أعترف بأنني انفصالي وأنني أريد يعني وأنني مهدد للدولة الصينية. Lekin men Qozog'iston vatandoshi bo'lganligim uchun ham shundaqla ikki davlatniki madaniyat va sayohat ishlarini taraqqiy qildirishda his qo'shayotgan shirkat xodimi men bunday jinoyatlarni qilganim yo'q deb qo'l qo'ymagandan keyin كوني أحمل الجنسية القزاقستانية وعندي شركة سياحية ولي نشاطات بين الدولتين وأنا لم أوقع على أي اعتراف. Sizlar o'ylagandek normal maktabga olmasdan balki mana shundaq 16 yoki 18 kvadratlik shundaq kameralarga bu yerda 12 odam yashayotgan amaliyotda biz uning ichida 40 ga yaqin 16 yoshdan 80 yoshgacha bo'lgan erkaklar putqulumizda zanjirlar bilan bog'langan holatda bog'lab tashlandik. لم يرسلوني إلى معسكر عائلي وإنما أرسلوا إلى معتقل خاص وفيه أناس من 16 سنة إلى 60 فعذبونا هناك. Mana bu naq men yatgan kompaniyaki surati hozir bu suratlardagi bu kompaniyalarni chekib tashladi. Ya'ni men 2019-yil 3-oyda Jenevada guvohlik bergandan keyin buni chekib tashladi. Hozir bu yerda yo'q. Bular butunlay 4 metr tamlovlar qo'rishalgan ham qurolliq muhofazat qiladigan bir kompaniya. هذا المعسكر الذي أنا اعتقلت فيه وكنت أعطي شهادتي في جنيف وهذا الآن هذا المعسكر أزيل هدم. Onun içinde sizler oylayotgandek bizga kasb o'rgatish yoki til o'rgatish uchun emas, balki bizni shuning ichida tutib turib, jismoniy tarafdan ojizlashtirib, ochlik bilan qiynab, har xil vahshiy usullarda qiynab, bizni ezib, bizniki organlarimizni o'lish uchun yiqqanligini men lagerdan chiqqandan keyin his qildim, buni tushundim. كما تدعي الصين أن هذه المعسكرات ليست مراكز تعليم مهني أو التأهيل وإنما هي مراكز تعذيب لتعذيبنا وحتى لسرقة أعضائنا وبيعها في السوق السوداء. Atalmış ular davatgan maktablardagi hayot mana sizlar ko'rgandek, mana shu fotograflardagi mana shu holatlardagi ko'rinishlar har haftada bir qatim qon elish, namazon o'qillarni urish, har xil qiynash uning ichida. كما ترون في هذه الصورة الوضع وحياة المعتقلين في هذه المعسكرات بهذا الشكل. Biz burun bundaq suratlar yo'q holatda guvohlik berdik. Mana bu yaqinda chiqqan Xinjiang polis arxivi hujjati buni bizning so'zlayotgan bu o'lim lageridagi bu guvohliklarni texmi mukammal bir holatda isbotlab chiqdi. Buni sizlar bu o'ylamanglarki, uning ichida har haftada 16 yoshdan 40 yoshga bo'lgan baquvvat insonlar g'oyib bo'lib turdi. Men bu g'oyib bo'lgan insonlar nima ketganligini faqat lagerdan chiqqandan keyin halol organlarni sitish to'g'risida chiqqan ellarni ko'rganda men ularning Allohning dargohiga ketganligini esib to'ydim. في المعسكرات كنا نتكلم بدون صور. لما تم تسريب ملفات شنجان مؤخرا عن طريق BBC وعرفت أن هذه المناطق وهذه الأماكن اللي نحن اعتقلنا وعذبنا فيه. وكنا في المعسكر الشباب ما بين 20 إلى 40 كانوا يختفوا يؤخذوا من المعسكرات ولا يرجعوا أبدا. والآن عرفت أنهم يؤخذوا ويباعوا أعضاؤهم. Biz onun içinde bağlanğan zanjirlar mana sizlar ko'rsanglar bo'ladi. Mana shunday holatda asla belimizni tuz qilib turishimiz asla mumkin emas. Mana shunday holatda bog'lab tashlanganmiz. 8 oy mana shunday holatda shuning ichida yashashga majbur bo'ldik. أنا كنت أعيش 8 أشهر في المعسكر بهذا الشكل بالسلاسل حتى مستحيل أن نرفع يعني قاماتنا لازم يكون يعني منحني كل واحد. Mana ko'rsanglar, shu lagerdan shu yaqinda vatanda e'lon chiqqan bir buvayniki lagerdan chiqqandan keyingi surati bu yasalma ya uyulma emas,
Bu ham shundoq. الناس الأصحاء يدخلون في معسكرات ويصبح بهذا الشكل أجسام بلا لحم. Sizlar men 120 kilogram keladigan bir inson lagerdan chiqqandan keyin bir haftadan keyingi suratim bu. Mana 2017-yil 12-oyning 4-kuni Qozog'istonga qaytib kelgandan keyin 10 kundan keyingi suratim. Qarab boqinglar. Mening o'rlab ketgan holatim bu. هذا 14 ديسمبر 2000 نتنجيله 2017-yil 12-oyning 4-kuni. كان دخل في المعسكر وكان وزنه 115 كيلو وخرج وزنه 60 كيلو خلال 8 أشهر. Sizlar Xitoylar bu iblis har xil usullar bilan butkul medialarni, har qaysi tashkilot va davlatlarniki siyosiy arboblarini pulga sotib olish orqali u yerdagi bo'lib atgan bu qirg'inchilikni yushirish uchun har xil vositalarni qo'llanib, uni hala bugunga qadar bu hujjatlar e'lon qilinsimi, buni yushirib kelyotdi. Ammo biz har qanday o'ltirilsakmi, oila obatlarimiz yo'qitilsinmi, qiyin qistoqlarda o'ltirilsinmi, biz buni to'xtatmasdan buni butkul dunyoga anlatyapmiz. رغم هذه الوثائق والشهود الصين تحاول أن تخفي جرائمها في المعسكرات، ولكن كوني شاهد عيان في هذه الجرائم أنا سوف أتكلم ولا أصمت أبدا. Men lagerdan chiqib guvohlikni berishga boshlagandan boshlab atamni lagerga akirib 2018-yil 8-oyning 18-i shahid qilib tashladi lagerda. بعدما خرجت من المعتقل من المعسكرات وخرجت خارج الصين وبدأت أتكلم، اعتقلوا أبي والدي وهو والده واستشهد في المعسكر. Mening atam o'zi hukumatda xizmat ishlab pensiyaga chiqqan bir pensioner inson edi. Bir til o'rgatishga va yoki kasb o'rgatishga ehtiyoji yo'qdi. رغم أنه كان يعني كادر متقاعد في داخل تركستان، ولا كان لا يحتاج إلى التعليم أو التعليم المهني. Biz bu lager şahitleri başka ümidimiz yok. Biz Müslüman dünyasındaki qarindoshlarımızdan ne pul so'ramaymiz, ne taam so'ramaymiz va yoki Qur'on ilib jihad qilib bersin deb so'ramaymiz. نحن لا نطالب من إخواننا المسلمين في العالم الإسلامي أن يطعمونا أو يعطوا لنا المال، وإنما bu suratlarga qaranglar qarindoshlar. Buning ichida mana biz yashab chiqqan, biz bu saqchi Xinjiang polis degan hujjatdagi bu kichikkina bir nahiyadagi bo'layotgan bu tutqun qilish, haqiqiy qirg'inchilik qilishniki bir dalil isboti. Bizda 1,6 million kilometrlik zaminimiz va bir to'proqlarda yashagan insonlar, onun ichida hala 1 million deb so'zlab o'tiryapti, lekin biz qarindoshlarimizning bizni tushunishini va bir musulmonlik va qarindoshlik majburiyatini ado qilish uchun bizning bir ovozimiz bo'lishini umid qilamiz. لكم أن تتصوروا أن هذه الصورة هؤلاء المعتقلين من قرية واحدة صغيرة، يعني من قرية واحدة أكثر من 3000 شخص معتقل، ونحن نتمنى أن تكونوا أخواننا في العالم الإسلامي أصواتا لنا حتى تنتهي هذه المعاناة. Bizning bu go'zal dunyoda xotirjam oilamizda bola-chaqalarimiz bilan, ota-onalarimiz bilan, qarindoshlarimiz bilan yashashimiz bor edi. Ammo nihoyat afsus, bizni ayirib tashlab, butun shu lager shohidlarining oila tabatlariga tahdid qilib, hatto ba'zilarini o'ldirib tashlab, ba'zilarini muddatsiz qamab, shunday og'ir fajialarga uchirdik. وكان لنا أن نعيش مثل إخواننا في العالم بأمان وسلام بعقيدتنا وإيماننا، ولكن الصين لم تعطي لنا أي حق من حقوقنا بهذا الشكل. من آخر sözüm, ben bu nihayet ağır bir amanetni meşhur otağın her qaysi ulama ve teşkilat rahbarları ve qarindoshlarga olib keldim. Yani bizdeki bu qirg'inchilik to'xtatishga
dunyoda 1 milliard nüfusi var bir Müslüman dünyasıniki hala bugünkü kadar sükutni tanlab bizga bu irqiy qirashdan to'xtatishimiz uchun biz bir inson edik. Biz bir Alloh yaratgan bir millat edik va bir inson edik. Mush tinchlik to'xtatishga sizlardan umid qilganimiz siz bu yerdan qaytib borgandan keyin 3 kundan keyin bu narsani unutib qolmasdan o'zingizning iymoniy va vijdoningizga xitob qilib bizning bir ovozimiz bo'lishimizni va Xitoyning kim mollarini boyqut qilib qandaqli usulda bo'lsa bu qirg'inchilikni to'xtatishda zolimni to'xtatishga bir ovoz bosib bo'lishingizni umid qilaman. كل ما أتمناه أن يكون إخواننا في العالم الإسلامي أو المسلمون عددهم أكثر من 1.5 مليار أن يكونوا يعني يكون عندهم مساهمة لإيقاف هذه الإبادة الجماعية التي نحن نتعرض فيها. Köpçülük rahmet. شكرا لكم.